Hurmatli obunachilar, BB Shop do'konidagi jinskiy kiyim-kechaklari bo'lib turgan aksiyalarni chegirmadan tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum Dilfuza aka, yaxshimisiz? Allohga shukr. Qaysidan boshlaymiz? Qarang, bizda boshlayning 90 minglik chegirmamizda, 90 minglik do'ykalarimiz va buni gelin salomlab bormi, gelin chaqiriqlab bormi, bemalol olib ketib qo'yaveradilar. Bambuk yaxshi xil. Bu yerda vibra ko'p. Tanlab kelib olaverdi. Soni cheklanmagan. 90 ming so'mdan sonlari ko'p. Shu go'ynak ishtonlarimiz. Xolancha kelib ko'rib olaveradilar. O'lchamlari kichik bo'ladi. 48 dan 54 tacha keladi o'lchami. Tushunarli. 48 dan 54 tacha. Keyin bu yoqda yangiliklarimiz, hozir trenddagi go'ynak ishtonlarimiz 130 ming so'mdan. Ina bu fasoni 115 ming so'mdan. Bularimiz ham mening hozir modada yangilik. Hali bu hazarsiz ham urganchingiz ham kelmadi. 130 ming so'mdan. Ina bularimiz 130. Sizni aytib kelib Instagram podpiska bo'lsa 120 atib beramiz bularimizni. Tushunarli. Hozir eng xadoyiga tutib turgan go'ynak ishtonlarimiz. Va BB Shop Instagram profiliga ham obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar. 120 ming so'mdan Swarovski kashlar bilan ishlangan. Bularimiz standart 54 tacha keladi razmeri. 120 ming so'mdan. Keyin inang bom chegirma narxda Swarovski kashlar bilan ishlangan 54 tacha 135 ming so'mdan ish holat ishtonlarimiz. Narxlarimiz o'zgarmaydi. Enang 135 dan bularimiz ham. Tushunarli. 54 tacha keladi buning ham razmeri. 48 dan. Endi hozir bunday aytamiz, Instagramda qisqa video roliklar olish kerak bo'ladi. Hozir qisqa aytib ketarali. Shubalar ham keldi, to'g'rimi? Shubalarimiz ham keldi, pancholarimiz ham keldi. Enang 200 ming so'mdan ish 60 tacha razmeri bor. Tushunarli. BB Shop do'koni manzilini tushuntirib beradigan bo'lsam, Urganch Xanqa yo'li 9 ni oxirida joylashgan bo'ladi. Obunachilar chap tarafga qarab ketadigan bo'lsangiz, Xanqa qarab ketasizlar. Urganch shahar prokuraturasidan o'tasizlar, BB Med klinikasidan ham sal o'tib yurib kelsangizda, chap taraflaringizda 9 etajga joylashgan bo'ladi. Shuni yonida, yo'lning ustida 3 etajli bino bor. Shuni birinchi qavatida BB Shop do'koni bo'ladi. Marshrutlariga keladigan bo'lsak, Salaraqda 4-avtobus o'tadi. Keyin bu yerdan 9-avtobus o'tadi obunachilar. Oldinda o'tadi. Ekranda telefon nomerlari yozilgan bo'ladi. Bog'lanib kelaverasizlar.